ichki bola bilan ishlashni batafsil ko'rib chiqamiz va diqqat bilan quloq solib eshitishinglar kerak. Nimaga? Chunki bu yog'i o'sha konsultatsiya o'tadigan darajada o'rganasiz. Mana mijozda yoki bo'lmasam любой bir insonni kichkina bolakay bilan ishlashni to'liq o'rganasizlar. Boshladik. Birinchi navbatda ichki bola nima ekanligini tushunish kerak. Eshityapmanmi men? Ichki bola o'zi nima? Ichki bolakay bu kim? O'tmishdagi tajribalardan, xotiralardan, emotsional izlardan tashkil topgan o'zimizni bir qismimiz. Yoshlikda o'sha sevgiga to'ymagan, mehrga to'ymagan, ota-onaning e'tiboriga to'ymagan kichkinagina o'zimiz, ichimizdagi mana bu odamcha, kichkinagina. U hech qachon ulg'aymagan, u bolalikda his etgan hamma narsani hali ham his qilayotgan qismimiz. Ba'zan yosh bolaligimiz ketib qoladi-ku. Ba'zan nimadir yegimiz kelib qoladi, nimadir qilgimiz kelib qoladi. Yosh bolaligimiz tutib qoladi ba'zan. Aynan o'sha ba'zi tutib qoladigan yosh bolaligimiz o'sha ichki bolakay hisoblanadi. Kattalar hayotida ichki bola muammosi bu noodatiy g'azab, bexos ko'z yosh, yolg'izlik, men yetarli emasman hissi yoki meni sevishmaydi, men hech kim kerak emasman degan bir hissiyot. Bular ko'pincha ichki bolakayning ovozi hisoblanadi. Ona liniyasida onasidan yetarli sevgi olmagan ichki bola doim men sevilishga loyiqmanmi deb savol beradi. Ya'ni har doim men sevilishga loyiqmanmi, men sovg'aga loyiqmanmi, men e'tiborga loyiqmanmi degan savol bilan yashaydi. Ichki bola bilan ishlash bu o'z-o'zini qaytadan tarbiyalash va o'z-o'ziga ona bo'lish hisoblanadi. Ya'ni ichki bolakay onadan yetarli darajada sevgi olmaganmi, bo'ldi, o'zimizni onamiz qo'yib yuboriladi va ichki bolakay uchun o'zimiz ona bo'lamiz. Ichki bolakay uchun o'zimiz ota bo'lamiz. Tushuntira oldimmi? Birinchi bosqich ko'rish va ichki bolani topish. Ko'z yumib 5-7 yoshdagi o'zimizni biz tasavvur qilamiz. U qanday ko'rinadi, qayerda qanday his qilyapti. Ya'ni ko'zimizni yumamiz, o'zi kichkina bolakayni topish jarayoni qanday bo'ladi? O'sha o'rmonni tasavvur qilamiz. O'rmonda bitta kichkina uy, bu uyda o'zimizning bolalikdagi hovlimiz bor, ichida bolalikdagi xonamiz bor. O'sha xonani qaysidir bir qismida, burchagida, o'rtasida, podokonnlikning ustida, divanda, kravatda bizni o'zimizni tasavvur qilamiz. Ko'z oldimizga keltiramiz. U nima kiygan, xursandmi, xafami? Xafa bo'lsa nimaga xafa, xursand bo'lsa nimaga xursand, yig'layaptimi, nega yig'layapti, kim xafa bo'lgan, kim xafa qilgan, kimdan xafa bo'lgan, to'liq savollar orqali biz haligi ichki bolakayni obrazini aniqlashtiramiz batafsil ma'lumotlar bilan. U nimaga muhtoj, nima demoqchi, uni ko'zlariga qarash va bizga nima demoqchi, bizga rahmat demoqchimi yoki kimdandir nolimoqchimi yoki kimdandir shikoyat qilmoqchimi, to'liq savol beramiz. Tushunyapsizlar-a? Mana bu aytayotgan jarayonim bu mijoz bilan o'sha gaplashayotganda, uni konsultatsiya qilayotganda ishlaniladi. Insonni mijoz bilan konsultatsiya qilayotgan vaqtda beriladi, ishlaniladi bu texnika. Buni hozir diqqat bilan eshitishinglardan asosiy sabab, hozir masalan juft qilaman, bir-biringlar bilan mana shunaqa ichki bolakay bilan ishlab berasizlar shu joyda o'zida. Endi uni hukm qilmaslik kerak, uni tuzatishga urinmaslik kerak, shunchaki uni ko'rish kerak, men seni ko'ryapman deb uni to'liq his qilish kerak bo'ladi. Bu bosqichda ba'zilar yig'laydi, bu normal. Ichki bola ko'rilganidan ko'z yosh keladi. Ko'z yosh keldimi odamda biling, u ichki holatigacha tusha oldingiz, qalbiga tusha oldingiz hisoblanadi. Ikkinchisi quchoqlash va xavfsizlik berish. Tasavvuringizda kichkina o'ziga yaqinlashasiz, uni yoniga o'tirasiz, uni quchoqlaysiz va men seni ko'ryapman, men sen bilan birgaman, men seni his qilyapman, sen yolg'iz emassan, seni yoningdaman kabi jumlalar aytilinadi va sen yetarlisan, sen qadrlisan, menga keraksan kabi jumlalar, sen uchun hamma narsa yaxshi bo'ladi, har doim yoningda bo'laman degan ma'noda unga xavfsizlik muhiti yaratib beriladi. Va u nimaga ehtiyoj sezsa, xayoliy tarzda o'yin, erkinlik, himoya, qadrlanish
og'riqni tanilishi yoki bo'lmasam qandaydir sovg'a nima unga ehtiyoji bor bo'lsa, o'sha ehtiyoj xayoliy tarzda unga beriladi. Bu bosqich tanada ham seziladi, ko'krak qismida, bo'g'izda, ko'zda, boshda bu hissiyotlar seziladi. Endi ikkinchi bosqichga xavfsizlik berilgandan keyin uchinchi bosqich unga yangi onani his qildirish, yangi onani tasavvur qildirish. Eski onani qo'yib yuborib, yangi ona, ya'ni o'zingizning ona roliga unga olib kirishingiz kerak bo'ladi. Ichki bolangizga ona bo'lishingiz mumkin, biologik onangizdan yaxshiroq. Har kuni 1 daqiqa bu endi amaliysi ketadi, lekin amaliysi ketishdan oldin mana o'zing onangni tasavvur qil. U senga shunaqa tarbiya berdi, u senga o'zidan qo'lidan kelganini qilib berdi, undan rozi bo'l, uni qo'yib yubor deb qo'yib yuboriladi va yangi ona obrazi tasavvur qil. Endi sen mana shu bolachaga, ichki bolakayga o'zing onasan. Nima berging kelyapti? Quchoqlaging kelyapti, quchoqla. Nima aytging kelyapti? Erkalagim kelyapti, erkala. Yana nima qilging kelyapti? O'ynab boshidan silagim kelyapti, boshidan siladir. O'ziz ona pozitsiyasiga kirib, ichki bolakayizni xursand qilasiz, birikasiz va oxirida men yoningda bo'laman, har doim yoningda bo'laman, har doim seni qo'llab-quvvatlayman, senga mehr, e'tibor, sevgini o'zim beraman, sen yolg'iz emassan deb tinchlantiriladi va shu bilan o'sha sessiya yakunlanadi. Bu jarayon o'rtacha 30 daqiqa, 40 daqiqa vaqt oladi. Mana shu tarzda biz ichki bolakay bilan ishlaymiz. Va eslab qoling, bu texnika bir martalik emas, bu aloqa ichki bolakay bilan munosabat qurish uchun ishlatilinadi. O'rtacha 5 ta, 6 ta, 7 ta sessiyadan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Shuning uchun klientlaringiz yoki mijozlaringiz kelgan vaqtda u bilan bir marta shunaqa sessiya o'tkazasiz va unga aynan mana shu ichki bolakay bilan ishlaydigan meditatsiya qilib berasiz. O'zingizning ovozingiz bilan. Mana tasavvur qilamiz, qorong'uxonaga kiramiz, kichkina bolakay turibdi, uni quchoqlaymiz, unga aytamiz degan ma'noda yoqimli bir muzika fonida meditatsiya tayyorlaysiz va bu meditatsiyani o'zingizning mijozingizga berasiz. Va buni mijozingiz har kuni eng kamida bir hafta, yaxshi holatda 21 kun bajarishi, 21 kun takrorlash kerak bo'ladi. Shunda o'sha undagi ichki bolakay ona bilan to'liq обработка bo'lgan bo'ladi. Xuddi shu tarzda ona bilan, xuddi shu tarzda ota bilan ishlanadi. Tushuntira oldimmi? Yaxshi tushundinglarmi? Qayerga savolingiz bor? Yo'q. Yaxshi. Yana 15 minut. Endi nasliy siklga o'tishdan oldin praktika qildiraman. Praktikada hozir guruh bo'lamiz. 2, 4, 6, 8 ta ekan. Qayerga praktika qilasizmi? Dilfuz opa kesalar, Dilfuz opa bilan qilamiz. Yaxshi. Muqaddas opa Ro'shana bilan partnyorsiz, Masrur opa Gavhar opa bilan, Dilfuz opa bilan, Mohzoda, Mohgul opa bilan birlashamiz. A guruh. Birinchi A guruh boshlaydi, keyin B guruh. A guruh qanday boshlaydi? A guruh B guruhni onasi bilan ishlaydi. Bir kishi bu tomonga o'tsin, bir kishi divanga, bir kishi bu tomonga, bir kishi bu tomonga. Ya'ni bitta guruhlar. Shunaqa qilib joylashamiz. Xuddi men o'rgatganimdek dastlab ona bilan ishlaysiz. Ana undan keyin ota bilan ishlaysiz. Ya'ni birinchi ona bilan ishlaysizda, mijozda, B guruhda onasi bilan ishlab berasiz. Keyin B guruh sizda onangiz bilan ishlaydi. Keyin yana A guruh ota bilan ishlaydi. Keyin B guruh A guruhda otasi bilan ishlab beradi. Shu tarzda 2 martadan sessiya qilinishi kerak bo'ladi. O'rtacha 30 daqiqadan. Tushunarli bo'ldimi? 30 daqiqadan 1 soat ketadi. Endi 30 daqiqagacha-da, lekin u 1 minutda yakunlash kerak emas-da. Chuqur, konkretniy, anaqada ishlaylar va diktofonga yozib olinglar. Men eshitaman, tekshiraman. Diktofonga yozib olinglar. Onasi mana rasm tushirib olinglar, xohlasanglar. Birinchi bosqichda bolakay bilan ishlash meditatsiya tayyorlaganman, bir kishi bilan ishlab ko'rganman. Meditatsiya umumiy edi, bir kishi bilan ishlaganman.
ichki bolakay onadan to'yilmagan sevgi bilan ishlanadi hozir. Travmalar emas, aynan onadan to'yilmagan hislar bilan. Xo'pmi? Ona